hayot ziynatlari, uni aysh-ishrat qanchalik go'zal bo'lmasin, albatta uni nihoyasi bor. Atrofingizdagi insonlarning sarxushligi va ularning mastligi qanchalik davom etmasin, bir kun bu mastlikdan albatta uyg'onadigan kunlari bor. Odamlar Allohning zikridan, uning oyatlaridan qanchalik uyquda bo'lmasin, bir kun bu uyqulardan boshlariga gurzi uringan holatda bo'lsa ham uyg'onadilar. Lekin, ey birodar, ey opa-singlim, o'sha holda seni va meni hisobim barobar bo'ladimi? O'sha kunda seni va sendan boshqalarning hisob-kitobi barobar bo'ladimi yoki savol-javobi barobar bo'ladimi? Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala an arba'." Qiyomat kunida odam bolasini 4 ta narsadan so'ralmagungacha oyoq qadamlari siljimaydi. Alloh taolo bergan jasadidan so'raladi. Qanday bu jasadlarni chiritdi? Vaqtlarni qanday zoya qildi bu jasad bilan? Mol-u davlatidan so'raladi. Qayerdan kasb qildi-yu, qayerlarga nafaqa qildi? Va ilmidan so'raladi. Nimalarni bildi va qanday amal qildi? Va bilingki, birodar, bilingki opa-singlim, ey toliba, ey oddiy musulmon bo'lsa-da har bir o'zini iymonga nisbat bergan birodar opa-singlim. Olim faqatgina kitoblar varaqlagan kishi emas, balki olim biror bir masalada had hujjat yetgan va uning haqiqatini, uning masalasini shar'iy jihatdan bilgan kishidir. Siz xilvatda qolib, nomahramlar bilan yozishlik, ular bilan kulishlik, ular bilan zino qilish harom ekanini bildingiz. Demak, siz shu masalada olimsiz. Lekin qiyomat kunida shu olim ekanligingiz borasidagi ilmdan so'ralinsa, qanday javob berasiz? Faqatgina hayot o'ynab kulishdan iboratmi? Faqatgina hayot shu telefonni kavlashdan iboratmi? Yoki faqatgina hayot o'yin kulgudan iboratmi? Hattoki sahobalarning afzallaridan biri bo'lgan olim, obid, taqvodor, hattoki ulamolar, ularning atrofidagi kimsalar u haqida aytadi. Abu Dardo radhiyallohu anhu u kishi shunday ibodat qilar ediki, hattoki ayoliga e'tibor qilishga vaqt yetmas edi. Telefon o'ynab emas, behuda lag'vlarni gapirib emas, balki shu darajada kechalari tahajjudlarni o'qib, kunduzlari ro'zador bo'lib, ayoliga vaqti yetmagan edi. Ha, ana shu Rasulullohga, ey Rasululloh, falonchi shu darajada zuhdga, ibodatga berilib ketdiki, hatto ahli ayoliga vaqt yetmayotgan ekan degan vaqtda Rasululloh: "Ey Abu Dardo, seni ustingda jasadingning haqqi bor va ahli oilangni seni ustida haqqi bor. Haqqini ado qilgan" degan kishi bu Abu Dardo bo'ladi. Shu darajada ibodat qilgan kimsaga Rasululloh nima dedilar? Ya anta ya Waymir, idza qila laka yawmal qiyamati a'limta am jahilta? Fa in qulta alimtu, qila laka famadha amilta fima alimta? Wa in qulta jahiltu, qila laka fama kana udruka fima jahilta? Ala ta'allamta? Ey Abu Waymir, ey Waymir, agar senga qiyomat kunida bildingmi yoki johil bo'lib yashadingmi deyilinsa, sen agar bildim deb javob berilsang, senga aytilinadiki, bilgan narsang borasida qanaqa amal qilding? Agar sen yo'q, men bilmay qopman desang, seni shu darajada umr berilgan vaqtdan keyin seni qanaqa uzring bor deyiladi. Alloh taolo jahannamda voqea bo'lgan kimsalar haqida aytgan kabi: "Va hum yastarixuna fiha robbana akhrijna na'mal solihan ghayra alladhi kunna na'mal. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akum an-nadhir fadhuqu fama lil-zalimin min nasir." Jahannamda ular baqir-chaqir qilib, Robbimiz bizni bu jahannamdan chiqargan. Hayot dunyoga qaytargan. Biz yomon qilib o'tgan amallarimizdan boshqacha amal qilamiz deyshadi. Shunda Alloh taolo aytadiki, sizlarga bu hayot dunyoda eslatma olaman degan kishi eslatma olsa, eslatma olishlikka yetgulik umr berib qo'ymadikmi? Va sizlarga ogohlantiruvchilar kelmadimi? Bugun jahannam azobini to'ting, zolim kimsalarga yordam beruvchi yo'q deyiladi. Mana shu keyin ko'p qilishlikdan oldin Alloh taologa taqvo qiling. Shu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam insonlarning afzallariga shunday degan bo'lsalar, siz va biz huzurimiz qanaqa bo'ladi?
Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar: "Ta'allamu ma shi'tum an ta'allamu, falan yanfa'akumullohu hatta ta'malu bima ta'lamun." Xohlaganingizcha ilm oling, xohlaganingizcha ta'lim oling. Lekin Alloh subhanahu va taolo to sizlar o'rgangan darsingizga amal qilmaguningizgacha Alloh u ilmlaringiz bilan manfaat bermaydi dedilar. Muhammad ibn Abi Ali al-Asbahani rahimahulloh ba'zi o'z atrofidagi kimsalarga aytgan ekanki, nashida qilib: "Ya'mal bi ilmika taghnam ayyuha ar-rajulu, la yanfa'u al-ilmu illa lam yuhsin al-'amalu, wal ilmu zaynun wa taqwallahi zinatuhu, wal muttaquna lahum fi ilmihim shughulu, wa hujjatullahi ya dal ilmi baligha, lal makru yanfa'u fiha wa la hiyalu. تعلم العلم واعمل ما استطعت به، لا يلهينك عنه اللهو والجدل، وعلم الناس واقصد نفعهم أبدا، إياك أن يعتادك الملل." Ey birodarim, ey kishi, olgan ilmini g'animat bilib amal qil. Zero amal agar ilmni go'zal qilmasa, u ilm manfaat bermas. Ilm zinatdir, ammo Allohga taqvo qilish bu ilmning zinatidir. Muttaqim bo'lgan kimsalarning ilmida mashg'ulligi bo'ladi. Alloh taoloning hujjati yetgan ey kishi, hiyla, makr Alloh huzurida manfaat bermas. Ilmni ta'lim ol va unga qo'ldan kelgancha amal qil. Albatta seni lahu behuda ish va talashib tortishlik seni bu yo'ldan adashtirmasin. Insonlarga ta'lim berar ekansan, ularga manfaat yetkazishni qasd qilgin, lekin dankasalik, charchoq, behuda amallar bilan mashg'ul bo'lish seni band qilib qo'ymasin deb aytayapti. Demak, har birimiz hayotimizga qaraylik. Qanday yashayapmiz? Qanday kun kechiryapmiz? Ey talab ilm birodar, ey talaba opa singlim, sen necha yildan beri talibsan? Necha yildan beri ta'lim olasan? O'zingga Alloh taoloni va u kunda dahshatdan sochlari oqarib ketadigan yosh bolalarning holatini esga olmaysan? U kunning dahshatidan, u kunning qattiqligidan odamlar o'z terisiga botib, hattoki ayrimlar tizzalargacha, hattoki ayrimlar yelkalargacha, hattoki ayrimlar quloqlarining yumshog'igacha o'zini terisiga botib ketadigan kunni eslamaysan? Ey birodarim, ey opa singlim, bu kunlarni g'animat bil. Albatta senga kafolat berilgan umrda va'da yo'qdir. Alloh subhanahu va taologa qo'lingdan kelgancha taqvo qil va Alloh taoladan umringni o'zi rozi bo'ladigan amal bilan mashg'ul qilishligini so'ragin. Uffil lizunub ma akbaha ataraha va ma aswa ahwalaha. Gunohlarga uf bo'lsin. Afsus, nadomatli bo'lsin. Uni asari qanday ham yomon. Bu unga beriladigan qiyomatdagi jazo qanday ham yomon. Lekin ey Robbim, sen rahmatingdan umidvorman. Va inni la ad'u Alloh atlub afwahu va a'lamu anna Alloh ya'fu va yaghfiru. La in a'zama an-nasu adh-dhunuba kullaha va in 'azamat fa fi rahmatillahi tasburu. Allohga duo qilib uni afini so'rayman va bilamanki Alloh af qiluvchi va gunohlarni kechiruvchidir. Agar insonlar gunohlarni hammasini o'lkan sanasa ham Allohning rahmat huzurida kichikdir. Ey telefonlarga bog'lanib qolgan birodarim, telefonni tark qil. Agar telefondan uzoqmayotgan bo'lsang, o'zingga solih birodarni lozim tut va telefoningni o'sha hobis bo'lgan, u bilan Allohga isyon qilayotgan jihozingni, javvolingni o'sha birodaringga berib qo'y. Tark qil, uzil. O'zingning maqsadlaringni qarshingga qo'y. Allohning roziligi uchungina ta'lim ol. Zero kimki Allohning roziligi uchun harakat qiladigan bo'lsa, albatta uning harakatlari o'zgacha bo'ladi. Alloh taoloni doim o'zingga eslat. Alloh taoloning zikrida mudom bo'l. Ya ayyuhallazina amanu zkurulloha zikran kaseera va sabbihuhu bukratan va asila. Huwa allazi yusalli alaykum va malaikatuhu yukhrijukum minaz-zulumati ilan-nur. Ey iymon keltirgan kimsalar, Allohni juda ko'p zikr qiling. Har vaqtda erta-yu kech unga tasbih eting. Zero mana shu bilan qalbingiz band bo'ladigan bo'lsa, Allohning ibodati, uni zikri bilan mashg'ul bo'lsangiz, Allohga qasamki, Allohni hamisha yodingizda tutsangiz, Alloh taolodan haqiqiy qo'rqadigan bo'lsangiz, Alloh taoloni ko'rib turibdi degan e'tiqodda bo'lsangiz va Allohdan biroz bo'lsa-da hayo qilsangiz, albatta siz gunohga qo'l urmaysiz. Albatta vaqtlaringizni lag'u-lag'uda o'tkazmaysiz. Dunyoda kimlardandir hayo qilib, qilayotgan gunohlaringizni yashirib,
ularga o'zingizni solih qilib ko'rsatarsiz. Lekin u qiyomat kuni shunday kunki, yawma tashhadu alayhim alsinatuhum va aydihim va arjuluhum bima kanu ya'malun. U kunda tillari, o'sha haromlarga borgan qo'llari, yurib borgan qadamlari, qilgan amallari haqida o'zi gapiradi. Inson buni saqlab qolmoqchi bo'ladi. Inson hammani oldida sharmandachilik va azobdan qutulib qolishlik uchun tana a'zosiga xitob qiladi. Ey tana a'zolarim, nima uchun o'zingizni ayblaringiz yetyapsiz? Agar jahannamda azoblansak, hozir birgalikda azoblanamiz-ku degan vaqt ular aytadiki, Antaqanallohu allazi antaqa kulli shay. Hamma narsani gapirib qo'yayotgan zot bizni ham gapirib qo'ydi, nima qilaylik deydi. Mana shu kunda sizdan chiqarmang. Vaqtlaringizni, umringizni g'animat biling. Alloh taologa muqarrab bo'ladigan amal ustida vaqtingizni o'tkazing. Yaqinlaringizni ilm olish uchun kelgan vaqtda ularni ishonchlarini hech qachon yodingizdan chiqarmang. U kunda har bir insonning ishonchlari haqida so'ranadigan kundir. Alloh taologa taqvo qiling.